вас все ликуют. Я восхищаюсь, любуюсь, улыбаюсь, пою для вас, друзья. Люблю вас я, вы мне поверьте, во всей планете звучат восточные мелодии и песни. Я восхищаюсь, любуюсь, улыбаюсь, пою для вас, друзья. Люблю вас я. Желаю всем любви, любви, веселья. Assalomu alaykum, hurmatli podpисчиклар va hurmatli mehmonlarimiz, kanalimiz mehmonlari. Avvalambor sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda somsa qilamiz. Ya'ni mana tandir yo'q. Tandir yo'q bo'lgandan keyin nima qilishimiz kerak? Qozonga yopamiz. Qozonga somsani yopamiz. Sizlar bilan hamkorlikda. Всем привет. Я желаю вам удачи и крепкого здоровья. Сегодня мы будем готовить с вами самса на казане. У нас нету тандыр. Как делать домашние условия самса? Ну, нам нужен что? В первую очередь лук килограмм, картошка килограмм, жир 200 грамм, мука килограмм и вода. Ну, около пол-литра нам нужен вода. Еще что нам нужен? Масло, солнечное масло. Это солнечное масло добавим на муку, на тесте. Nima qilamiz? Avvalambor bizga piyoz 1 kilo, kartoshka 1 kilo, mol yog'i 2 kilo, 200 gram, un 1 kilo va simichka yog'idan 100 gram solamiz. Yarim litr suv. И tuz, har doimgidek zira, murch. Bunday bo'ladigan bo'lsa, rolikimizni sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. Marhamat, avvalambor birinchi ochirik, ya'ni piyoz, kartoshkalarni tozalab olamiz. Qozonga qilamiz bugungi somsamizni. Bismillahirrohmanirrohim. Bunday bo'ladigan bo'lsa, boshladik. Birinchi ochirikda piyozni tozalashdan boshlaymiz. Oshpazlik kasbi juda nozik kasb, chunki sizning qo'lingizdan har xil qo'randalar yeydi ovqatni, iloji boricha ovqatga mehr berish kerak. Chunki juda ham nozik kasblardan biri. Archi bo'ldik, endiki navbat kartoshkani tozalaymiz. Вот лук чистили, а теперь картошку будет. Nihoyat mana kartoshka piyozlarni ham to'g'rab archa oldik. Endiki navbat qiladigan navbatimiz kartoshkani kubik qilib nima qilib olamiz? Maydalaymiz. Вот картошку лук чистили. Теперь будем готовить кубик на кубик зарезать картошку. Nihoyat mana kartoshkani ham to'g'rab oldik. Endi qiladigan navbatdagi ishimiz piyozni to'g'rab olamiz. Va nihoyat mana piyozimizni ham nima qilib oldik? To'g'rab. Endi navbatdagi qiladigan ishimiz yog'ni maydalab solamiz. Marhamat. Yog'ni maydalab to'g'rab solamiz. Наконец-то у нас лук, картошки готовы. Сейчас будем мелкими кусками жир поставим. Если есть на дому 100 грамм мяса тоже будем бросать. Agar go'sht bo'ladigan bo'lsa, hozir 100 gram go'shtni ham to'g'rab solaveramiz. Sababi kichkina bo'lsa ham ta'mi chiqadi. Lekin o'zi ham chiroyli chiqadi. Endi hamma o'zining vkusiga qarab. Hamma povurni tayyorlashi har xil.
Это, короче, мой стиль, домашний стиль наготовления. $200 jir, 200 gram yog'. Va nihoyat mana to'g'ri bo'ldik. Endi qiladigan narsamiz tuz beramiz. А теперь добавляем соль по вкусу, зира, и качнить. Немножко черный перец тоже добавляем. Еще добавляем это вода. Suv beramiz 1 piyola. 1 piyolacha suv beramiz. Sababi farshimiz sochli bo'lib chiqadi. Добавляли 100-200 грамм воду. Обращайте внимание. Если есть у вас в доме, барбарис тоже можно. А у меня вот крупный черный перец. Крошками. Вот нашу нам салама. Для вкус. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Marhamat e'tibor beringizlar. Tuxumni sarig'ini alohida, oqini alohida olamiz. Marhamat. Tuxumni sarig'ini alohida, oqini alohida olamiz. Bir dona tuxum oldik. Tuxumni oqini alohida, sarig'ini alohida. Обращайте внимание. Только один яйцо взяли. E'tibor bering, navbatdagi qiladigan ishimiz sizlar bilan birgalikda xamirini qila olamiz. Xamir qilish uchun nima kerak bu? Avvalambor 1,5 litr suv, 600 gram un, 1 kilo undan 600 grammini ishlatamiz. И 1 cho'mich 150 gram masla. Tuz по вкусам. Ko'p sho'r bo'lib ketishi kerak emas xamirimiz. Chunki sho'r nimani ham uncha yoqtirmaydi. Biz добавлять qilamiz сливочное масло около 100 граммов. Обращайте внимание. 100 gram sливочный yog' qo'shamiz xamirimizga. Va nihoyat mana unni ham elab oldik. Endi yog'ni qo'ydik. Endi aralashtirib qoramiz. Va nihoyat mana xamirni ham mushlab bo'ldik. Endi tom xamirimiz dam olguncha siz bilan biz qozonni tagini yoqib qo'yamiz. И bir 15 minutdan keyin pilta qilib, zvola qilib uzishni boshlaymiz. Вот у нас тест готовый. Через 15 minut marhamat mana e'tibor beringizlar, qozonni tagini yoqa oldik. Endi nasib bo'lsa xudo xolasa xamirlarni pilta qilib uzib, jild yoyishni boshlaymiz. Наконец-то вот казан поставили в огонь. Ну где-то он 10 минут стоит. До этого времени мы будем готовить с вами somsa. Bismillahirrahmanirrahim. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Mana 15 daqiqa nima qilib oldik. Endi pilta qilib uzamiz. Yana bir mushlab olamiz, yaxshilab. Xamirimizni pilta qilamiz. Xo'sh. Toblab olamiz. Va nihoyat mana piltalar qilib oldik. Endiki nima qilamiz? Yoyib olamiz. Zvolalar düzlik pilta qilib.
Endi yoyib olamiz. E'tibor beringizlar, o'rtasi qalin, chetlari yupqa bo'lishi kerak. Agar hamma yoqi bir xil bo'ladigan bo'lsa, somsamiz yorilib ketishi mumkin. Va nihoyat mana jildlarimizni ham yo'ya oldik. Endi bukamiz. E'tibor beringizlar. Marhamat. Farshni o'tga qo'yamiz va marhamat. Va nihoyat bukib oldik. E'tibor beringizlar, endi navbatdagi qiladigan ishimiz mana tuxumni oqini surtib chiqamiz. Hamma nimaga qilingan mantilarimizga. Sarig'ini esa qozonga yopgandan keyin ustidan. Marhamat, shunday bo'ladigan bo'lsa mana bukib oldik. Endi qozonga yopamiz. Marhamat, mana qozonimiz qizib tayyor bo'ldi. Endi bismillahirrohmanirrohim deb bosamiz. Marhamat. Nihoyat mana e'tibor beringizlar, somsalarimizni yopib oldik. Endiki navbatdagi qiladigan ishimiz tuxumni sarig'ini somsalarni ustidan surtib chiqamiz. 40 minut turadi, 40 daqiqa turadi. E'tibor beringizlar. Nihoyat mana nima qilib bo'ldik. Endi qopqog'ini yopib qo'yamiz, krishkasini. Krishkani yopamiz ustidan. Mana krishkani yopdik. E'tibor beringizlar, har 10-15 daqiqaga ochib turamiz. Sababi parini chiqaramiz. Agar mabodo parini chiqarmagiday bo'lsak, bu nima bo'lib qoladi? Uyib qoladi. Обращайте внимание, через 45 минут будет наш самса готов. Каждые 10 часов откройте крышку. Надо пару выходиться из казана. 15 daqiqa o'tdi. Endi ochib ko'ramiz qani, qanday chiqyapti bu. Mana aytganimdek, somsani har 15 minutga bo'ynaga ochib turishimiz kerak. Parlarni nima qilib. O'sha shishib, somsalarimizni qarang, nima bo'lib chiqyapti. Yana yopamiz. 15 daqiqa. Каждые 15 minut должен открыться в казан. Har 15 daqiqada qozonni ochib turamiz. 45 daqiqadan keyin somsamiz tayyor bo'ladi. Va nihoyat yana 15 daqiqamiz o'tdi. Ham ochib ko'ramiz. Oho, mana. E'tibor beringizlar, o'sha somsamiz tayyor bo'lib qoldi. Ham yopamiz. Через 15 minut будет наш самса готов. Около 45 minut стоится в казане. Va nihoyat mana 45 minut vaqtimiz ham o'tdi. Endi ochamiz somsani. Bismillahirrohmanirrohim. Наконец-то уже готов наш somsa. Somsalarni uzolamiz. Va nihoyat mana somsamiz tayyor bo'ldi. Qozon somsamiz. Nima deyman? Avvalambor ochiq ishtahalar bilan
Agar rolikimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib подписаться qilish yoddan chiqmasin. Наконец-то у нас самса готовы, казанские самса. Если вам этот ролик понравился, поставьте лайк, не забудьте подписаться. До следующей встречи. Всем желаю удачи, крепкого здоровья и пусть в вашем доме будет всегда мир. До следующей встречи. Желаю всем любви, любви, веселья и счастья. С улыбкой встречайте рассвет, пускай горнай, сурнай всегда звучит вам на счастье. Радуйтесь в жизни.